Assalamu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilar azizlar. Bugun shu ko'rib turgan 2 etaj domingizda birinchi etajında 3 xonali arzon ajoyib kvartirani taqdim qilamiz. Plus eldilarında tizlari bor ekan, arkasında tizi bor, bemalol bu mevalar aqlay kelib qarashingiz mumkin bo'ladi. Manzilniyada Urganch Xiva yo'li Burullerda Siniq ko'pirining yanında. Sınık köpür tarafta şu GS'de şurada göresizler. Bundan tashqari şu xonadonimizda egasinin telefon nomerlerini ekranlarga yozib qoldiramiz. Zudlik bilan sotiladi, Rossiyaga ko'chib qoldilar. Endi boshqa yo'qmi bilmayman, Rossiyaga ketadilar ekan, shu ishidan javob olib kelibdilar. Aslında gidib boraveramiz. Ajoyib sharoitda ekan. Bu yerdan transport bor, maktab bor, bilaman, bog'cha bor. Suv, svet, gaz bor. O'zi bu yerdan boradi shahar. Urganch Xiva yo'li Burullerda. Şu çıkanımızdan şu çap kolumuzdaki xanadan restoranlarga keling. Ayağımız laminat pollatilgan xolalar niyada görsangiz hamma xolalar qoladi. Kuxinni mebel, gaz plitelari qoladi. Prixojniy zo'r, keng, ajoyib remontdan chiqarilgan, akkuratniy, чистый holatida. Hech bir muammo yo'q. To'g'ri kelasizlar, yashasizlar, o'tirasizlar. Dokumentlari bor, kreditini beklabdilar. Kreditini bekleyenlik hakkında azı spravkalari bor, yani cheklari bor, ko'rsatibdilar. Ko'chadan kirgansiz prixojniy, bunda bir xonasi, bunda bir xonasi, kuxnyasi, bu yoqda yana bir xonasi, keyin unda sanuzel joylashgan. Kengaysa shu o'ng qo'limizdagi xonasini ko'rsatib boramiz. Bunlarga e'tibor etmaysizlar. Yaqinda kelganlar vaqtida. Yurtlarımızda ajoyib chiroyli aboylardan chiqarilgan, patolog qismi ham chiroyli o'tilgan, jaluzi perdalari bor, oyoqtelar laminat pollatilgan, yig'ollar tashlab tayyor holatdadir. Xona razmeri esa 280, uzunasini 4. Buni ko'rsatib o'ting. Keyin bunda kuxnyasi. Bu ham ajoyib g'olib holatda tashlab turibdi. Kuxniy mebelingiz tayyor, top-toza, gaz plitangiz tayyor, top-toza. Vitishkasini o'rnatilgan, aynalı plastik ramlarından almashtirmaysizlar. Radiatorlar qo'yilgan, bu yon tarafida mana mebellari bor. Bular ham qoladi shu yerda. Shuni ko'rishda hamma laminat bo'lgan. Bu bir oila вообще zo'r bazlar, ishoninglar. Dim, удобный. Hozir endi ko'p katta oila kerakmi deyishgan. Chunki o'zim ekan qizdirish boni, suv, svet, gaz, maydan yana ham qimmatli dedilar. Уже qiyin bo'lib qolgan shunaqangi. Chiroyli zo'r g'alla tashalgan. Akkuratniy, чистый g'alalar. Yurtlarimizni aboylar, chiroyli aboylardan chiqarilgan. Shuni ko'ring işte. Biz o'tsak, yanimizda zal ekan endi bir. Oyoq tiyindan bedam chiroyli g'alla tashalgan. Qoladi shu g'alla sizlarga. Xohlasa aboy ham chiroyli bo'yilgan. Her taraflama ayna bor, skvoznoy bo'ladi. Xona berazida 324. Shuni ko'rinishda qiziqtiradigan bo'lsa, sizlar shu xonadonimizni egasini telefon nomerlari ekranlaringizda ko'rsatilgan. Bahosini to'xtalsak 350 million so'm. Kengi bu dokumentini ko'rsatmayman. 350 million so'm. Bunda hujjatlari bunda 45 million so'm kredit kartasiga o'zi to'labdilar yana. Restoranlarınızın tölengen neresi? Bunda kadastr. Kadastrını gördük, öğrendik. Bazı çizimlerini gözettik hemen. Planировkası. Ücretleri bu. Gelesle, egesi bilen gelişip satıp alıverişle bahasını aytdım. Ezde 350 milyon so'm pul aytıldı. Menden sorasızlar normal, indi geliş fazla da yaxshi. Keyiminde izle, bir yanımızda sanuzulu. Настенник açılı koyulgan. Acayip işlengen yine. Yurtlarımızda ondan настенник açılı koyulgan.